Assalomu alaykum qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, shu yaqinqi mezgillarda yanfon yoki kompyuter yoki taxt kompyuterlar, ya'ni padlar bu turmushimizning ayrilmas bir qismi bo'lib qoladi. Ham mush mezgillarda yeshi bir qadar kichik bo'lgan farzandlarimizmi yanfonga, padlarga nayt ko'nab qoladi. Nayt xumar bo'lib qoladi. Balki hammamizning turmushimizda yoki hayotimizda yoki yaqinlarimizning bolalarida bu masala bo'lishi mumkin. Bazı küçük balalar yeşil qaramasdan YouTube'ninki yanfon nusxalarini shunchalik rahat, ravon bir şekilde ishlatadigan bo'lib ketyapti. Bu sebepten bu videoni ishlab o'tiribmiz. Bu videoda biz maxsus YouTube'ninki balalar uchun yasalgan yoki balalar uchun chiqarilgan nusxasi bilan tanishib chiqamiz. Hamda bu balalar uchun YouTube degan nima degan vaqtda hozirgi biz ko'rayotgan yoki hozir biz ishlatib kelayotgan normal YouTube bilan birdan bir farqi mazmun jihatdan bo'ldi. Hozirgi biz ishlatayotgan YouTube'da ham balalarga munosabatli bo'lgan yoki balalarga munosabatsiz bo'lgan nurg'un mazmunlar bor. Ya'ni bularni balalarning yeshi mos kelmagan ahvol ostida ko'rsat toza yaxshi bo'lmaydi. Shunlashqa bu balalar uchun YouTube deganning o'zi faqat va faqat balalarga maxsus bo'lgan mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'ldi. Shunlashqa agarda shunday bir turmushimiz mushta bir ehtiyoj bo'lib qolgan vaqtda yoki balalarimizga telefonni bergan vaqtda normal YouTube'ni ichpamay, shu balalar uchun YouTube'ni ichpagan vaqtda ba'zi bo'mg'ir e'lonlar va yoki ba'zi bo'mg'ir mazmunlardan balalarni yiroqlashib bo'ldi. Bundan so'ng biz oldi bilan shu YouTube Kids deganni bir ko'rib chiqaylik. Tunji qatam e'lon qilingan vaqtda 2015-yili, lekin Turkiyaga yaqinda ichildi. Turkiyadagi qarindoshlarmi bolalarga agarda telefon berish majburiyati qolib qolgan vaqtda normal YouTube'ni ichpamay bevosita shu balalar uchun YouTube, ya'ni YouTube Kids'ni ichpasanglar texam yaxshi bo'ldi. Biz oldindan to'rbekda chiqib boqaylik. Hamda biz bu YouTube Kids, ya'ni balalar uchun YouTube bilan tanishib chiqsak, qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi Google Play'ni bosish orqali Android'ninkiga App Store'ni bosish orqali alma telefonlar va yoki iPad'larga bevosita app'ni tushirish orqali mana normal YouTube'ning o'rniga mana ishlatalaymiz. Bularningki ulanmasini mazkur videoningki assaqa qo'yib qo'yma, bevosita ashadni tushira olsanglar bo'ldi yoki telefonlarningki ustidagi app pasardan izlash orqali tushira olsanglar bo'ldi. Ko'rayotganinglardek kompyuterda ochgan vaqtda mana shaklda chiqadi. Buningki Android ve alma nusxasidagi YouTube Kids deganning app'ini ichpasanglar bevosita bo'ldi. Kompyuterda ochgan vaqtda mana shaklda chiqadi ekan. Ko'rayotganinglardek. Yoki men bolami yoki ebeveyn, ya'ni ota-onam demoqchi. Men mesela ota-ona degani bassam, davomlashtirish, tug'ilgan yilimizni kirgizganmiz. Mana bu yerda avtomatik çevir deganning ichidami yana Uyg'urcha bor. Ko'rayotganinglardek mana Uyg'urcha mana shaklda chiqdi. Agarda ko'rayotganinglardek mana shaklda set chiqib qolgan vaqtda Uyg'urcha xatlar shu kompyuter turmush qonunimizdagi to'r bekatlardagi xatlarni chiroyliqlashtirgan degan modars orqali chiroyliqlashtirasanglar bo'ldi. Bundan keyin biz davomlashtiraylik. Bundan keyin biz bu yerdan mavjud bo'lgan bir hisobimizni ochamiz. Ya'ni Google xat sandiq shu. Ochgandan keyin mana kelishimlar qo'shilib keyin qadamda mayaga mana balangizning ismi debdi, yeshi, tug'ilgan iyi debdi. Ammo shularni to'liq kirgizishimiz kerak. Hamda biz mana o'ringa farzandimizning ismini va yeshini va qaysi oyda tug'ilganligini yozamiz. Bu yerdagi muhim bo'lgan qismlar shu yeshi, ya'ni yeshini qancha kirgizgan bo'lsak, shu yeshiga munosabatlik mazmunlarni chiqarib turdi. Ismi bek muhim emas, shunlashqa men bola deb yozib qo'yib turay. Bu yerga men 5 deb yozdim. Bu yerga tug'ilgan iyini men 7-oy, ya'ni Temmuz degan holatda tanlab ileri, ya'ni davomlashtiray. Qaraydigan bo'lsanglar, shu farzandlarga nisbatan tavsiya qilingan mazmunlarni ko'rsatgan o'rin. Hamda biz 4 yosh va undan kichik, 5 va 7 yosh atrofida va 8-12 yosh atrofida buni o'zimizning farzandining yoshiga asosan tanlaymiz. Qaraydigan bo'lsanglar, 5 va 7 yosh, ya'ni 5 dan 7 yoshgacha bo'lgan qism avtomat tanlanibdi. Men bevosita mana tanlab turay. Ko'rayotganinglardek, men tanlagan bo'lsay, qaraydigan bo'lsanglar, izlash rayonini ichib va taqil bo'ldi ekan. Ya'ni farzandimiz shu YouTube Kids, ya'ni bolalar uchun YouTube deganni ochgan vaqtdagi izlash rayoni bo'lamdi, bo'lmamdi deganni men tanlayotganmiz. Bo'ladi desak, ma'ni izlash rayoni bo'lmasin desak, ma'ni tanlaymiz. Men ichib qo'yib turay hozircha. Davomlashtiray, oxirlashtiray, boshlay. Mana ko'rayotganinglardek, bolalar uchun YouTube deganda mana shunga o'xshash karton filmlar va yoki bolalarga maxsus bo'lgan
mazmunlar bo'ladi. Agarki bak ehtiyoj bo'lib YouTube berish majburiyati qolgan vaqtda yoki bak xavf solgan vaqtda normal YouTubening o'rniga shu bolalar YouTube'ini bersanglar texmo yaxshi bo'lishi mumkin uning qaragan vaqtda. Shunday qilib bu video oxirlashgan bo'ldi. Boshqa videolarimiz ko'rishguncha salomat bo'linglar. Allohga emanet.